Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan keyingi, ya'ni 10-savollar yig'ilgan testlar tahlilini ko'rishni boshlaymiz. Demak, birinchi savolimiz quyidagicha ekan. Ikkita sinus 7 pi taqsimda 6 pi plyusdan kosinus 7 pi taqsimda 4. Mana shuni hisoblashimiz kerak. Bu ikkita sinusdan pi plyusdan pi taqsimda 6 qo'shilgan. Endi kosinus kvadrat 7 pi taqsimda 4 degani kosinusdan pi plus 3 pi taqsimda 4 va mana shuning kvadrati. Endi sinus pi plus pi taqsimda 6 degani minusdan sinus pi taqsimda 6 ni o'ziga teng, ya'ni 2 ko'paygan sinusdan pi taqsimda 6 plusdan kosinus pi plus pi alfa degani o'zi minus kosinus alfa bo'lishi kerak edi, lekin kosinus darajasida kvadrat bo'lganini hisobiga bu plusib ketaveradi. Yana kosinus kvadrat 3 pi taqsimda 4. Bu minus 2 ko'paygan 1 taqsimda 2 qo'shilgan kosinus 3 pi taqsimda 4 degani ilzosi 2 taqsim 2 minusdan yana kvadrati bo'lib yana plus bo'ladi. Bu 1 taqsimda 2 ga teng. Demak, bu minus 1 taqsim 2 bo'lar ekan javobimiz, ya'ni B javob bo'lar ekan. Keyingi savolga o'taylik. Tenglamani yeching. Mana shu ketma-ketlik berilgan. Bu ketma-ketlikni ishlash uchun qarang, e'tibor bersak, mahrajda misol uchun birinchisi mana bu 1 bo'lgan. Keyin bu ikkinchi son bo'lgani uchun 2. Bu uchinchi ketma-ketlik bo'yicha 1 dan 3 gacha bo'lgan sonlar va 7 ta ketma-ketlik bo'yicha 1 dan 7 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi bo'lyapti. Agar shuni mahrajimiz oddiy son, ya'ni 1 plus 2 plus 3 va hokazo n gacha deb o'ylaganimizda mana shu qanday topilardi? N plus 1 taqsim 2 ko'paygan n bilan topilar edi. Endi bu mahrajda bo'lganligi uchun bu 2 taqsimda n ko'paygan n plus 1 bilan topiladi. Endi buni ajratsak 1 taqsimda n minus 1 taqsimda n plus 1 deb ajratib yozsak bo'lar ekan. Xuddi shu holatda mana buni o'rniga qo'ysak, x chiqarib olsak, x chiqarib olganimizda nima bo'ladi? Xo'sh, x ni chiqarib olsak, mana bu yerda mana 1 taqsim 2 ni ham chiqarib oldik. Chunki hozir n berganimizda 1 taqsimda n ko'paygan n plus 1 2 ko'payib 2 mana bu yerda 2 paydo bo'ladi. X ni va 2 ni chiqarib olganimizda mana bu yerda 1 taqsimda 1 minus 1 taqsimda 2 plus 1 taqsimda 2 minus 1 taqsimda 3 plus 1 taqsimda 3 minus 1 taqsimda 4 va hokazo. Endi 7-jihatda esa 1 taqsimda 7 minus 1 taqsimda 8 bo'lib qolar ekan. Shu teng 7 ga. Bular ketadi shunaqasiga. Demak 2x barobar 2x ko'paygan 1 minus 1 taqsimda 8 teng 7 ga. Demak 2x mana bunga 8 tadan mahraj bersak 7 taqsimda 8 teng 7 ga. 7 lar qisqarsa, bular qisqarsa 4 qoladi. X teng 4 bo'lar ekan. Demak x imizning qiymatini chiqargan 4 degan javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz arc cosinus minus 1 taqsim 2. Arc cosinusning qiymati 0 pi oraliqda chiqishi kerak. Ya'ni buni aniqlanish soha 0 pi oraliqda. Bu esa sinusda esa minus pi taqsim 2 dan plus pi taqsimda 2 gacha bo'lar ekan. Qachon minus 1 taqsim 2 ga teng? Qachonki 3 pi taqsimda o'z 1 taqsimda 2 ga 60 gradus, ya'ni 2 pi taqsimda 3 ga bo'ladimi? Ya'ni 60 gradus, ya'ni pi taqsimda 3 da bo'ladi. Demak, minusga o'tish uchun demak pi minus pi taqsimda 3 bo'lishi kerak. Ya'ni 2 pi taqsimda 3. 2 pi taqsimda 3 qo'shilgan qachon arc sinus minus 1 taqsim 2 ga to'g'ri? Qachonki minusdan pi taqsimda 6 da. Demak, bunga 2 tadan mahraj bersak 4 pi minus pi taqsimda 6 bu 3 pi taqsimda 6 yoki pi taqsimda 2 degan javob bo'lar ekan, ya'ni B javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz mana shu ketma-ketlikning hadlar yig'indisi, ya'ni Sn ning qiymatini so'rayapti. Demak, B1imiz nima bo'ladi? 2 taqsimda 1, ya'ni 2 ning o'zi. B2imizchi 4 taqsimda 3 bo'lar ekan. Q'ni topsak B2 taqsimda B1, ya'ni 2 taqsimda 3. Sn degani cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyada B1 taqsimda 1 minus Q. Demak, 2 taqsimda 1 minus 2 taqsimda 3 bu 6 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni bunga 3 tadan mahraj beriladi. 3 dan 2 ni olsak 1 taqsimda 3. 3 esa tepaga chiqib ketyapti bu yerda. Keyingi savolimiz cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyada mana shu o'rinli bo'lsa, demak bu B1 ning kubi ko'paygan Q ning kubi teng 5832 bo'lsa, demak shunda B2 ning kubi barobar necha bo'lyapti? Xo'p, mana buni endi deylik 8 ga bo'linatsak, 8 ko'paygan, 8 ga bo'lganimizda 7 tadan 729 bo'lar ekan. Demak B2 barobar 2 ko'paygan. Mana bu 9 ning kubi 9. Demak bu 18 ga teng bo'lar ekan. Mana bu yerda 18 qo'ysak B1 qo'shilgan B3 teng bo'lyapti. Nari yoqqa o'tkazamiz 60 ga. Bo'lsa debdi, hadlar yig'indisini toping degan.
Demak, hadlar yig'indisi yana SN da so'rayapti. Bizga qo kerak. Qo'ni topish uchun mana buni B2 taqsimda qo plus mana buni B2 ko'paygan qo teng 60 desak, ha? Va B2 ni chiqarib olsak, bu yoqqa 1 taqsimda qo plusdan qo teng 60 ga. Xo'sh, mana shu bo'yicha ishlaganimizda mana buni o'rniga 18 qo'ysak, qo'ning kvadrati plus 1 taqsimda qo barobar, demak 60 taqsim 18, birdan qisqartirsak buni necha 2 30 taqsimda 9, 3 ga qisqartiramiz endi yana. Xo'sh, 10 taqsimda 3. Endi 3 bu yoqqa kelsa 3 ta qo'ning kvadrati plusdan 3 teng 10 ta qo. Demak, 3 ta qo'ning kvadrati minus 10 ta qo plusdan 3 teng 0. Bu endi 3 qo demak 3 qo plusdan minusdan 1 va 3 qo plusdan minusdan 9 teng 0. Shunda qo barobar 1 taqsim 3 bo'lib qolar ekan. Qo'miz 1 taqsim 3 chiqdi. Demak, B birimiz nima bo'lgan? 54 bo'lgan ekan. S barobar 54 taqsim 1 minus 1 taqsimda 3. Demak, bu 81 bo'lar ekan. Demak, hadlar yig'indisi necha bo'lar ekan? 81 ga teng bo'lar ekan. Keyingi misolimiz geometrik progressiyaning dastlabki 3 ta hadi mana shunga teng ekan. Mana bu x ni qiymatini toping. Geometrik progressiya bo'lgancha o'rta hadining kvadrati ikkala chekka hadining ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak. Demak, logaritm 2x ning mana shuning kvadrati teng bo'lishi kerak. Mana bunga. Demak, logaritm 2x minus 2. Mana buni yozsam bo'lar ekan. Logaritm 2x plusdan 7 deb yozib qo'yaman. Ya'ni mana buni logaritm 2x4 bu 2 desak 5 ga qo'shilib 7 bo'lar ekan. Mana buni yozaman endi. Logaritm 2x plus 1 ning kvadrati teng logaritm 2x minus 2 logaritm 2x plus 7. Va endi logaritm 2x ni a bilan belgilab olsam, shunda a plus 1 ning kvadrati teng a minus 2 va a plus 7. A ning kvadrati plus 2a plus 1 teng a kvadrat plus 5a minus 14. Demak, a kvadratlar ketsa, nariyoqqa borganda 3a barobar 15 ga, a teng 3 ga. Endi logaritm 2x teng, xo'sh, 3 ga teng bo'ldi. X barobar necha bo'lar ekan? 8 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, ga teng bo'lsa x ni toping debdi. 5 bo'ladi-yu, 5 bo'lsa x barobar 32 bo'ladi. Ming bor uzr. Ya'ni D javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz mana shu ifoda berilibdi. Buni qiymatini toping degan. Yaxshi. Endi qaranglar. Mana buni yozsam, mana buni yozganimda a minus b nima bo'lib ketadi? 1 bo'lib ketadi-ku. Demak, mana a ko'p plus b ko'p qo'yib yozsam, a ning kubi, a ning kvadrati plus ab plus b ning kvadrati desam, mana 1 bo'lib ketgan hisob, men buni o'zini yozaman. A kvadrat plus ab plus b kvadrat plus a kvadrat plus b kvadrat plus 2 minus 5ab. Mana 5ab bilan mana yozilsa 2 ta a kvadrat plusdan 4ab plusdan 2 ta b kvadrat. Plus 2. Mana bu minus. Endi qaranglar, hammasi 2 ni chiqarsak a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat plus 2. 2 ko'paygan, mana bu a minus b plus ning kvadrati plus 2. Bu 1 ga teng, demak javob to'g'ri bo'lar ekan. Ya'ni a javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 6 ta haddan iborat bo'lgan geometrik progressiyaning dastlabki 3 ta hadining yig'indisi, ya'ni b1 plusdan b2 plusdan b3 teng bo'lar ekan 26 ga. Oxirgi 3 ta hadi, ya'ni b4 plus b5 plus b6 teng 702 bo'lsa, mahrajini toping. Demak, pastdan qo'ning kubini chiqarib olsam, mana tepani bo'lsak, b1 plus b2 plus b3 taqsimda qo'ning kubini chiqarsak, b1 plus b2 plus b3 qoladi. Teng 26 taqsim 702 necha? 702. 702. Bu ikkalasi qisqarsa, endi bu bilan buni qisqartirsak, 13 ga 2 ga qisqartirsak 13 taqsimda 351. Endi buni yana qisqartirsak 1 taqsimda 27 bo'ladi. Bundan qo teng 3 chiqar ekan. Ya'ni D javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz mana shu ifoda bo'lsa, shu funksiyaning teskari funksiyasini toping. Teskari funksiyani bilamiz. Ya'ni
Mana buni y barobar 6x minus 5 taqsimda x plus 6 desak, mana shundan x ni y orqali ifodalaymiz va o'rnini almashtirib qo'yamiz. X plus 6y teng 6x minus 5. Endi 6y plus 5 barobar 6x minus yx. Demak x chiqarsak y minus 6 minus y x. X topadigan bo'lsak 6y plus 5 taqsimda 6 minus y ga. Endi o'rnini almashtiramiz. Y barobar 6x plus 5 taqsimda 6 minus x. Ya'ni bizda D javob bo'lib qolar ekan. Keyingisi mana shu nuqta 3 radianga burishda natijada qayerda nima deydi? Qaysi chorakda bo'lib qoladi? Tasavvur qiling birlik aylanadi. Demak, nuqtamiz 0 1. Mana bu nuqta. 3 radian degani, qarang, pi ni o'zi, pi degani 3.14 radianda. Demak, bu bunday aylanib keladi-da, mana shu yerlarga kelib qoladi-da. Demak, nima bor ekan? Birinchi chorakka kelib qolar ekan, ya'ni C javob bo'lar ekan. Keyingi misolimiz. Mana shuning qiymati bo'lsa, debdi, shuni toping. Demak, a ning kvadrat minus 14a plus 49 plus 2 desam, mana bu nimani beradi? A minus 7 ning kvadrati plus 2. Demak, 7 minus ilzosti 3 minus 7 ning kvadrati plus 2 bu ilzosti 3 ning kvadrati plus 2 bu 5 bo'lar ekan javobimiz. Ya'ni B javob. Keyingi savol, ikki xil mahsulot deyapti, 35 millionga sotildi, 40% foyda qilindi deyapti. Demak, mahsulotlar bo'lgan A va B bo'lgan, umumiy hisobda 35% foydaga sotilgan. Birinchi mahsulotdan ustiga 25% foyda qo'yilgan. Demak, birinchi mahsulot A desa, ikkinchisini B deydigan bo'lsa, xo'p, o'zi tan narxi qancha bo'lish kerak edi shunda? Xo'p, buni A deymiz, tan narxini, buni tan narxi. Tan yozib, buni B deymiz. O'zi A plus B miz qancha bo'lish kerak? 25 million bo'lish kerak. Sababi 35 millionda 40% foyda bo'lsa, demak 60% o'zining tan narxi. 0.6 ga ko'paytirganimizda bizda 14 million bo'ladigan bo'lsa, A va B dedikki, A plus B ni xullas 1.4 ga ko'paytirsak, nima bo'lish kerak? 35 ga teng bo'lish kerak. Endi har biriga alohida qo'yganimizda 1.25 A plus 1.5 B teng bo'ldi. Nimaga? 35 millionga. Xo'sh. 35 millionga teng bo'ldi. Xo'p. Endi tepadan A plus B miz teng 25, 1.25 A plus 1.5 B miz teng bo'ladi. Nechiga? 35 ga. Endi qarang, buni 2 ga, tepani 3 ga ko'paytirganimda 3A plus 3B teng 75 ga. Xo'p, 2.5 A plusdan 3B teng bo'lardi 70 ga. Ayirib olganimizda 0.5 A teng 5 ga, A barobar 10 million, B barobar 15 million bo'ladi shunda. Ya'ni qiymatimiz A javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz, ifodani soddalashtiring debdi. Yaxshi. Demak, mana bu ajraladi. A ning kvadrati minus 4, minus 8 va A ning kvadrati plus 8 ga ajraladi. Mahrajda esa A ning kvadrati plus 8. Minusdan bu ajraladi. A ning kubi, A ning kvadrati minus 8, A ning kvadrati plus 8A kvadrat plus 64 taqsimda A ning kvadrati plus 8A kvadrat plus 64 ga. Bular qisqaradi. A kvadrat minus 8 minus A kvadrat plus 8. A kvadratlar ketar ekan, 8 lar ham ketar ekan, javobimiz 0 bo'lar ekan. Ya'ni B javob bo'lib qolar ekan. Endi keyingi misolimizga o'tadigan bo'lsak, mana shu ifoda o'rinli bo'lsa A taqsim B ning qiymatini toping debdi. Mana bu 5 ning minus 3-chisi, demak minus 3 ni mana bunga ko'paytiramiz. A kvadrat plus 4AB ga. Teng, mana bu esa 5 ning 4-chisi, faqat 4 taqsim 3-chisini ko'paytirganmiz 3A kvadrat minusdan 10AB ga. Tashlasak minus 3A kvadrat minusdan 12AB teng 4A kvadrat minusdan 40AB. 40AB bo'ldi. Endi bizga nima kerak? A taqsim B kerak. Demak, B ning kvadratiga bo'lib yuborsam hammasini, shunda 3A taqsimda B ning kvadrati minusdan 12A taqsimda B teng 4 A taqsimda B ning kvadrati hop minusdan 40 A taqsimda B. Mana buni bu tarafga olib kelsam, shunda A taqsimda B ning kvadrati
bular ham keladigan bo'lsa bu tarafga, xo'p, plus bo'lib keladi. Faqat mana bu 40 taqsimda 3. Demak, xo'sh, 3 tadan mahrajam bersak, demak, minusdan 4 taqsimda 3 a taqsimda b qolar ekan. Teng 0. Teng 0. Demak, a taqsimda b teng bo'lar ekan. Hop, adashib ketmadikmi? Demak, bu yerda hisobladik. 4 taqsimda 3 bo'ldi. 3lar ketdi, 4a kvadrat. Xo'sh, ana endi, hop, mana shuni bo'lmay turaylik-da, mana bitta qismini hisoblaylik-da boshqatdan. Xo'sh, endi 40 taqsimda 3 bo'ldi. 3 ga ko'paytirsak, 9 ta a kvadrat minusdan, minusdan 36ab, 36ab, hop, teng bo'ldi 12 ta a kvadrat va minusdan 40 ab ga. Adashib ketibmiz. Sababi mana bu tarafga o'tganda plus o'tadidan 21 ta a kvadrat paydo bo'ladi. Nariyoq qilsa minusdan 4 ta ab teng 0. Bundan a ni chiqarib olsak, 21a minusdan 4b teng 0 bo'lsa, hop, a taqsimda b miz teng bo'ladi 4 taqsim 21 ga. Demak, bizda B javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz mana shuni hisoblang debdi. Yaxshi. Buni irratsional umumiy mahraj bersak, bunga ilzosi x minus ilzosi 2 tadan, bunga ilzosi x plus ilzosi 2 tadan. Shunda ilzosi x minus ilzosi 2 minus ilzosi x plus ilzosi 2. Minus ilzosi 2. Pastda esa x minus 2. Mana shuning minus 2-si. X o'rniga 6 ni qo'yamiz. Tepada 2 ilzosi 2 minusdan pastda 4. Shuning minus 2-si. Endi bu bilan bu qisqaradigan bo'lsa ilzosi 2 qoladi minusdan. Minusni ko'paytirsak ilzosi 2 ning kvadrati qoladi. Minus bo'lgani uchun tepaga chiqardik. Demak, buni kvadrati 2 ga teng. Ya'ni B javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz, qarangizlar, mana shunda y ning kubi ko'paygan, a ning x ning minus aynisi. Minusdan mana bunda qarang. Bunda x bor, bu yerda x bor, bu yerda x bor. Hammasini darajalarini qo'shib chiqsak, x ning minus aynisi hosil bo'ladi. Ko'paygan y. Mahrajda x ni minus aynisi, y plusdan x ni minus aynisi. Tepada y ko'paygan x ni minus aynisini chiqarsak, y minus 1 va y plus 1 qoladi. Ya'ni ajratib yubordim birdan ikkitaga. Pastda esa x ni minus aynisi ko'paygan y plus 1. Bu ikkalasi va bu bilan bu qisqarsa, y ko'paygan y minus 1. Y o'rniga 2 ni qo'ysak, javobimiz 2 chiqar ekan. Ya'ni C javob bo'lar ekan. Keyingi misolga qaraymiz. A 13 taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa, ifodani qiymatini toping. Xo'sh, mana shu yerda hozirgi holatda eng yaxshi variant qo'yib yuborish. Menda soddalashgan holat, yaxshi soddalashgan variantga kelmadi. O'shaning uchun qo'yib yuborsak, javob birdan chiqadi. Javob unaqa qo'yib yuborganda ham cho'zilib ketmaydi. Faqatgina mana bunga xush holatda qo'ymas kerak. Bunga birda qo'shib ayirish kerak. Birda shunda a minus 1 ning kvadrati bo'ladi. P minus 2. Minusdan a minus 1. Ilzosi a kvadrat minus 9. Bunda ham xuddi shunaqa a plus 1 ning kvadrati bo'ladi. Minus 4 bo'ladi bu safar. Minusdan a plus 1 a kvadrat minus 9. Shuni ishlaysizlar, mana shuni o'rniga qo'yib shunchaki hisoblash bo'lganligi uchun men ishlamayman buni. Javob C javob chiqadi. Yo'q, D javob. C emas, D javob chiqadi. Keyingisi, demak, mana shu ketma-ketlik berilgan, mana shuni hisoblashimiz kerak. B minus A miz. B A dan kichkina, to'g'rimi? Demak, bu A minus B bo'lib chiqadi. Pastda esa AB plusdan. A minus C miz. A miz C dan kattami, kichkinami? A miz C dan katta. Demak, buni o'zi A minus C taqsim AC plus B minus C miz. Bu C minus B bo'lib chiqadi, chunki C miz B dan katta, B C. Demak, bunga A tadan, bunga B tadan, bunga C tadan kelsa, AC minus BC plusdan AB minus CB plusdan AC minusdan BC taqsim ABC. Endi AC'lar qani? AC bor bu yerda. Mana bu yerda ikkita AC minus BC bor ekan. Minus BC minus ikkita BC AB'lar bor ekan. Xo'sh, AB bor, yana AB BC mana BA. A bilan ketar ekan, mahrajda A, B, C. Tepadan C ga qisqartirsak 2A minus 2B taqsim AB. Ya'ni C javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz
Buni hisoblang debdi. Endi qarang, x'imiz -1 dan kichkina ekan. Mana oraliq qilib chizib qo'yaylik shuni. -1 0 desak, mana bu x, mana bu y deb turibdi. X ga y qo'shsak, shu -1 dan kattaroq bitta son paydo bo'ladi. Shuni hisobiga bu yerda minus qilib ochamiz. -x, -y, -1. Y plus 1. Y plus 1imiz musbat, aniq. Shuning uchun o'zini ochamiz. -y, -1. Endi x'imiz manfiy, lekin oldidan minus bo'lgani uchun hozir musbat holatda turib, shu ochadigan plus x. Pastda y'imiz manfiy, oldidan minus bilan esa plus bo'lib ketadi. Demak, y plus 1. X'lar qisqarib ketar ekan. Shunda -2 ta y, -2 taqsimda y plus 1. Bu javob -2 bo'lib qolar ekan. Ya'ni C javob. Va oxirgi misolimiz mana shuni hisoblang debdi. Endi qarang, mana shunda x ning kubini topib olsak, buni 25 -5 minusdan plusdan 3 xo'sh minusdan 3 ab ikkalasini ko'paytirganimizda yana 5 chiqadi. Ilzosda endi qavs ichida a plus b yana o'zlari, ya'ni x ning o'zi. Demak, bu 20 x ning kubi barobar 20 -15x ga. Avval o'rniga qo'yaylik. 20 -15x plus 15x bilan qisqarar ekan, javobimiz 20 bo'lib qolar ekan. Ya'ni D javob. Mana formulaga misol uchun x ning kubi plus y ning kubini tushunmaganlar uchun yana bitta yozib qo'yaman. Buni x ning kubi plus y ning kubi plus 3 x plus y holati bo'yicha ochib chiqsak, mana shunaqa tezroq ishlaymiz. Demak, hozir ko'rgan misolimiz bu oxirgisi edi. Ya'ni biz hozir 10-savollar to'plamini ko'rib chiqdik. Savollarda qanaqadir bir tushunmagan joylaringiz bo'lsa yoki o sizlarda balkim osonroq yechimlar bo'lsa, biz bilan ulashsangiz xursand bo'lamiz. Sizdan ham biz bilim olamiz. Agar savolga tushunmagan joylaringiz bo'ladigan bo'lsa, bizga bog'laning va uni osonroq, yana ham bir soddaroq usulda tushuntirishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.